Istabonay xasta navoiy navo bo'yla safarga qilaversang havo. Yo'l yamonu yaxshisidan yema g'am, bismillah degili qo'yg'il qadam. Xo'p azizlar, biz mana shu niyat orzuda bismillah deb qadam qo'yib kelyapmiz va umid qilamiz siz ham bismillah deb ishga boshlab va nima qilgan bo'lsangiz sog' va salomat bardam bo'lib, o'z sog'lig'ingizga har narsadan ko'ra ko'proq nima bering? Ahamiyat bering. Shu uchun chunki darsni tinglash uchun ham, ishni qilish uchun ham, xalqni, ijtimoani, jamoani manfaatiga yarash uchun ham sog'liq ko'p o'ta muhim. Buni kasal bilganlardan yaxshi so'rab bo'lsangiz ko'p bo'la yaxshi. O'tamiz to'g'ridan to'g'ri o'zbek tili 37-darsga kelibmiz. 6 so'z turkumi ustida kelishliklar bahsi davom etadi. Bugun ham to'g'ridan to'g'ri ketamiz. Mana bismillah deb boshladik darsimizni. Bugun nima? Jo'nalish, o'rinpayt va chiqish kelishliklari. Bular nimadi? Otlar kimga, nimaga, kimdan so'roqlariga javob bo'ladi. To'ldiruvchi ko'proq vazifasi gap ishda to'ldiruvchi bo'lib keladi. Ukasiga aytmoq, yog'ga botirmoq, kitobchaga yozmoq, do'stida ko'rmoq, onasidan eshitdi kabi bo'lib dan, da, ga bular nimadi? Ga, jo'nalish kelishiga. O'rinpayt da. Dan ham nima? Chiqish. Oldin ham chiqish, o'rinpayt bilan xulosa qilib aytgan edik. Hozir mufassalroq bahs qilyapmiz uni vazifalarini ustiga ham. Misollardan ko'rinyaptiki, bunda kelishik qo'shimchalari shaxs va narsa otlariga nimadi? Qo'shilib kelyapti. Bu kelishikdagi otlar gapning oxirida kelib, ot kesin nimani vazifasini bajaradi. Bu sovg'a senga. Kesin vazifasida keldi. Kitob menda kesin bo'lib keldi va yordam mendan. Ot kesin vazifasiga keldi. Nima bo'ldi? Shu kelishliklar. Masalan, sen nima edi? Olmosh edi. Men, mendan, sendan, senga bo'lib keldi. Bilib oling. Juda yaxshi bo'ladi bilib olish, hammaga yaxshi. Jo'nalish kelishiga qo'shimchasi ko'p tovush bilan agar bitgan bo'lsa, tamom bo'lib tugagan bo'lsa biror so'z, shunga ka tarzida qa tovushiga bilan bitgan so'zga qo'shilsa, qa tarzida qo'shilib ham shunday ham yoziladi. Masalan, ko'ylak ko'p bilan tugadi ko'ylak, ha? Ke bilan. Nima bo'ldi? Gani qo'shmoqchi bo'lsak, ko'ylak ka deymiz, ka bo'ladi. Quloq, quloq, qa, quloqga deya olmaymiz. Oddiy so'zlarga ham, kundalik so'zlarga ham biz buni har doim bilamiz. Unchalik muammosi, qiyinchiligi yo'q. G'e tovushi bilan agar biron so'z tugagan bo'lsa, biz agar kani, gani qo'shmoqchi bo'lsak, qa tarzida ishlatilsa ham, lekin ga tarzida yozishimiz kerak. Boqqa desa ham bog'ga yozamiz. Buqqa desa ham bog'ga yozamiz. Yog'ga yozamiz, tog'ga yozamiz. Bu so'zlarga. Chiqish kelishigidagi otlar nega so'roqga javob bo'lib, sabab holi vazifasini ham bajarishi mumkin. Quvonchidan yig'lab yubordi. Nima o'z sababdan yig'ladi? Quvonchidan yig'ladi. Dan. Chiqish kelishiga ham sabab holi vazifasini ham bajarar ekan bizga. Otlarni kesimga xoslovchi shakllari. Otlar gap tarkibida ot kesim vazifasini bajarishi mumkin. Bunda ularga yordam beruvchi vositalar ham otlarni kesimga xoslovchi shakllar deb ham yuritiladi. Qanaqa masalan bu vazifa quyidagi vositalarga qatnashadi. Man, miz, san, siz, dir qo'shimchalari bilan biz men talabaman, sen o'quvchisan, u yozuvchidir. Otlarni nima? Kesimga xoslayotgan nimalar. Man, san, yozuvchim, dir qo'shimchalariga shunaqa bo'lib kelar ekan. Bo'lmoq, sanalmoq, hisoblanmoq so'zlariga agar qo'shsak, buni qanday? Bu so'zlar yuqorida qo'shimcha bilan ma'nodosh bo'lgandagina otni kesimga xoslovchi shakl hisoblanadi. Aks holda ko'makchi fe'l hisoblanadi. Men talaba bo'laman. Bo'laman. Men talabaman. Bo'laman, talabaman. Nima kesimga xoslab kelyapti? Edi, ekan, emish, emas, to'liqsiz fe'llar esa u ishchi edi. Bunda shaxs bildiruvchi qo'shimchalar shu so'zlarga qo'shiladi. Sen talaba ekansan. San ekansan, emas. Bu nima? To'liqsiz fe'llar, shular mana shunday bo'lib qo'shilib keladi va yoziladi. Bu vositalar bog'lanma ham deb nima qiladi? Bog'lanish uchun ham o'zbek tiliga ish olinadi. Xo'p, azizlar, tavajjuhlaringiz uchun rahmat.
Chunki siz bizni sabr chidam bilan tingladingiz, palapartillama so'zlarimiz ostida o'ltirdingiz va o'rganishga harakat qildingiz. Shu uchun sizdan behad mamnunmiz, nihoyatda ham xursandmiz. Boshimiz ham toqqa yetdi. Agar yetadi, agar siz bitta harfni o'rgansangiz. Azizlar, yana bir yangi darsgacha, 38-darsgacha sizlarni barchangizni ulug' Tengriga topshiraman. Xayr, omon sog' qoling. Kecha kuningiz xayrli o'tsin.